Haqiqiy Tojikiston sori qo'chqorlar sog'liqlarda haqiqiy yirriklari yetib kelgan ekanlar. Ikkinchi videoga Alloh xolasa olib chiroyli baraka topadigan. Xo'p, bitta aytganimizdek qo'zisi bor, bitta kishi bor, 4 tish, 6 tish qolgan ekanlar. Mana haqiqiy yirrik variantlari Alloh xolasa 50 bo'g'ozga beramiz. Soni 12 bosh ekanlar. Yedish sog'liqlari zo'r, bo'ylari necha bu 85 plus minusi bor, 85 plus minusda ekanlar. Haqiqiy ekanlar, velikanlari buni beliga qarj etmaydiganlar ekanlar. Sog'liqni qarang, haqiqiy tiniq holatda yeb ichishlari, sog'liqlari zo'r, hamma simjun variantlar ekanlar. Ana ekanlar, o'ylab o'tirmay aloqa chiqaveradigan varianti. Bular ham haqiqiy velikan variant ekanlar, o'ylab o'tirmay bosib yuboradigan xonasi. Narxlari ham xudo xolasa bunlarniki ulardan ham qulay bo'ladi. Inshaalloh like bosib ekanlar, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Narxini ko'p bomba qilishda davom etaveramiz. Inson bularni endi narxi qiziqtiradigan joyi narxida-da. Bu 8 millionmi? Bir joyga o'xshamadi. Undan 200 ming kam bo'lgandan bir xil bo'lib qolgani yaxshi edi. Dadil o'tib gapini bitta konkret kesib, zo'r qilib o'tib beraman dedi hozir og'ayni. Martqa bor. 7 million 500 ming so'mdan dastlabki 7,5 dan hammasini. Bir joyga olasizlar akalar mana 7 million 500 ming so'mdan. Mana uni endi o'tish desa bo'ladi akalar mana. 7 million 500 ming so'mdan akalar bo'g'oz sog'liqlar. Bo'ylari 85 plus minusda, yoshlari ham akalar. Asli bittalab olishgan tovush qiyin. Donalab terib yuraman degan odam ham akalar, hazlagamga bu 7 million 500 ming so'mdan bunaqa velikan sog'liqlarni to'g'risi bozor ham bergan yo'q. Ayniqsa sog'liqni hamma narxi navosini bilib turibdi. 2 tish, 4 tish, 6 tish bo'lib qolsa, sog'liqni narxi osmoni palakka chiqib ketyapti. Lekin xudo xolasa narx navosi imkon qadar yo'lida bo'lyapti akalar. Mana bo'ylar qaranglar. O'ylab o'tirmay aloqa chiqadigan buni hammasi simjun akalar. Nah bo'g'oz. Naqataga? Ko'rsatib qo'yaman. Ha, u buni o'zi yelini tashab bo'pti akalar, jonivor. Buni ham o'zi qorinlarni tashab, xudo xolasa egiz tug'adi mana shu sog'liq bor-ku. Ikki tomoni ham pastga konkret tashab yuborganda qo'ydi. Akalar, o'ylab o'tirmay aloqa chiqinglar, xudo xolasa sog'liqni haqiqiy bo'g'oz yirriklarini shunaqa qilib qo'ying, xudo xolasa 12 dan bayda 12 bosh. 12 bosh. Xudo xolasa bir 4 oy bilan 3 oy atrofida akalar uzoq. Qo'yingiz 25 ta, 24 ta, kamida xudo xolasa 24 ta. Bittadan tuqqanda ham 24 ta, bir 3 ta, 4 ta egiz tug'ib yuborsa Alloh berib, hech gap emas. Barakasi ichida akalar. 7 million 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryogacha akalar aloqa chiqasizlar. Dastlabkasi mutlaqo besplatni. Inshaalloh olib chiroyli baraka topasizlar. O'ylab o'tirmay aloqa chiqinglar. Ish bitadi xolos. Videoga like bosib akalar, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qo'yni ustiga kelib ko'raman degan akalarga o'ta klassik bo'ladi. Nimagaki katta qo'y videoga kichkina ko'rinadi, mayda qo'zlar katta ko'rinadi. Doim aytaman akalar, katta qo'ylar videoga kichkinaroq bo'lib chiqadi, lekin mayda haliga 4 oy, 5 oy, 3 oylik qo'zlar kattaroq chiqib qoladi. Bu buni telefonda xuddi doim shunaqa, buni hech qachon qo'ydiga mashina qilib olib borib olmaymiz mana. Oddiy mana tekis turgan holatda qo'ylarni video qilyapmiz, bori ko'rinyapti. Ular katta, maydasini ham shunaqa qilib video qilamiz, doim bori ko'rinsin, ilojini boricha realni ko'rinsin degan maqsadda shunday video qilamiz. Aloqa chiqasizlarga, xudo xolasa ish bitadi. Kelaman degan akalar bemalol mana nomerlarga aloqa chiqasizlar, lokatsiyalar tashab beramiz. Kelib, ko'rib, bo'ylarini o'lchab, bo'g'ozlarni o'zlarini ham ko'rib olaverasizlar. Dalni momentdan akalar, o'zimizda ham yaxshi qo'chqorlar bor. Kelgan sog'liqlarga shunday qo'shib qo'yyapmiz. Shitobi qochmay qolgan bitta ikkitasi bo'lsa ham, shayda bo'lsa ham qochib olsin, ertadan keyin 4 oy 5 oydan keyin shu tug'ib beradi deb degan maqsadda qo'shib qo'yyapmiz. Kelaverasizlar akalar. Mutlaqo esdan chiqmasin, like bosib, podpiska bosish akalar.